bo'shatdi. Endi o'z iplari bilan turli xil jarohatlarni yetkazadi. Nao ularga o'ralib qoladi. Bu esa uning oyoqlaridagi kesishlarga olib keladi. U yerga yiqilgach, Sarako uni ko'r qiladi. Bu esa uning barcha yo'nalishlarida yaqinlashganida u Naoning ko'zlarida ko'rlik afsunini olib tashlaydi. Shunda u o'rtoqlarni mag'lubiyatga uchrayotganini ko'rishi mumkin edi. U Naoga o'zi ham o'rtoqlarni qutqarishni xohlaganini va buning uchun shifokor bo'lganini aytishni boshlaydi. Ammo uning sehridan foydalanish uchun uning mushak kallasi o'rtoqlari tomonidan foydalanilgan. Har doim eng qiyin mas'uliyatlar berilgani evaziga hech narsa olinmagan. U Naoning o'rtoqlari ham shunday deb o'ylaydi. So'zsiz Nao peshonasini yopib turgan bintni olib, o'ng qo'lini qilichga bog'laydi. U boshqa bint bilan Sarakuning qilichini langarga urib o'zini ko'taradi. Keyin u qilichni o'ziga qarshi bo'ladi va o'zining qilich energiyasidan foydalanib, atrofdagi sariq qilich energiyasidan yasalgan iplarni uzadi. Bu ish beradi va iplar uziladi. Bu esa ta'sirlarning teskari bo'lishiga va uning a'zolarini yana ishlatishga imkon beradi. Unda like bosmasdan bo'lmaydi do'stlar.